mahallasiga tashrif buyurdik azizlar. Bugun Nargiza opajonimizni Shukrona kunlari munosabati bilan o'g'illari To'lqinjon nomlaridan tashrif buyurdik. Albatta bizni kuzatishda davom eting. Marhamat, ketdik. Davrada katta gavhar kim bu o'zi, kim bu o'zi? Xonzodalar chetga o'tsin. Oilada bunday maqom bitta o'zi, bitta o'zi. Malikalar ham jim tursin. O'rnini hech kim boson, uni hech alishib bo'lmas. O'rnini hech kim bosolmas. Uni hech alishib bo'lmas. Qirolicha, bu mani onam bo'lar qirolicha. Bu mani onam bo'lar, mani faqat u bilar. Mani borimcha ko'rar qirolicha. Qirolicha, qirolicha. Bu mani onam bo'lar qirolicha. Bu mani onam bo'lar, mani faqat u bilar. Mani borimcha ko'rar qirolicha. Qirolicha, qirolicha. Albatta avvalambor assalomu alaykum xonimlar va janoblar, qadrdonlar, qadrdonlar. Muhammad sallallohu alayhi va sallamga ummat bo'lgan aziz dindoshlarimiz hamda yaqin qarindoshlarimiz, jigarlarimiz, avvalambor bugungi kun barchangizga qutlug' bo'lsin deya mana shunday bir fayzli xonadonda Umid akamizni xonadonlariga tashrif buyurdik. Bugun albatta bizni mehribon opajonimizni, Nargiza opajonimizni Shukrona kunlari bilan xonadonlaringizga tashrif buyurdik. Albatta opajon, bugun sizni Shukrona kuningiz munosabati bilan uzoqlarda turib sizni yakkayu yolg'iz o'g'lingiz To'lqinjon tomonlaridan tashrif buyurdik. Opajon, men bu yerga kelishdan oldin To'lqinjon o'g'lingiz bilan suhbatlashgandim. Ayta olasizmi? Onajoningizni qanday so'zlar bilan xursand qilay, qanday so'zlar bilan tabriklay deb so'raganimda, ular menga aytdilarki, bugun meni mehribon onajonimni, yakkayu yolg'izimni Shukrona kunlari. Ularni shunday so'zlar bilan tabriklayki, shunday so'zlar bilan xursand qilingki, ammo ularga oz dedi. Aytdilarki, onajon, men sizni juda ham qattiq yaxshi ko'raman. Ilohim umringiz ziyoda bo'lsin. Doim meni yaxshi kunimda mana shunday yonimda turishlik, uzoq yillar turishlik nasib etsin dedi. Menga bergan tarbiyangiz uchun onajon sizga ta'zim qilaman. Inshaalloh sizni haj safarlariga olib borish niyatidaman. Onajon, doim men uchun o'zingizni ehtiyot qiling deb niyat qildilar. To'lqinjon, aytarman har so'zim dildan, soxta emas ishoning chindan. Qabul aylang tabrigim bugun, o'zgachadir siz tug'ilgan kun. Sizga tilaklarim ko'pdir shu bugun. Allohim barini ijobat qilsin, hech ham yuraklarda qolmasin tugun. Doimo baxtli yashang, tilagim shudir. Yaqinlar baxtiga bo'ling siz omon, ma'noli, mazmunli o'tsin bu umr. Insonga so'zingiz bo'lsin bir darmon. Doimo baxtli yashang, tilagim shudir deymiz yana bir bor. Opajon, mana shunday arzimas sovg'alarimizni qabul qilasiz. O'zingizga o'xshagan chiroyli gullarimiz bor. Marhamat, qabul qilib olasiz sovg'alarimizni siz uchun. shunday shukrona kunlar muborak bo'lsin. Albatta opajon doim baxtimizga sog' bo'ling, salomat bo'ling.
و شادی شوره از جشن ستاره آسمونی پاچ نوره امشب خونمون پر از پنیر دل نوازه کوچه پر از نوای دل نشین سازه عزیزم ختمه من برات یه دنیا بشه زندگی با بودن درست مثل فرشته تو خونه سبت گلهای سرخ میخواد عزیزم دوست دارم تولدت مبارک تولدت مبارک تولدت مبارک جلو یکم بدهیم من سریع assalomu alaykum aziz yaqinlarimiz hamisha sog' salomat bo'linglar. Mana shu opajonimga o'lgunimizcha Xudodan yaxshi kunlar tilaymiz. Inson bor, kamchilik bor. Uchun siqilmang. Hammasi yaxshi bo'ladi. Sizlarga ham katta rahmat, jiyanlarimiz. Ona qo'shnilarim, hammalaringizga rahmat. Endi qo'ldan kelgancha oddiy kunlarimizni ham fursatchilikka aylantirish o'zimizga bog'liq. Borilarga shukr, qadaminglarga hasanot. Hasanot emas, Hasan Husan ot. Mana sizlarga salomat, singlim. Hay, oytumlajon, ilohiy makak, sog' salomat, sari to'lqinba, garded. Hech vaqt kasalmashid. Hamma vaqt ham xeyr yoshakak shuda garded. Chi niyatom bo'lsa, hammash barasi. Mehmonobod xush omadidon. های آتیجان سر بدارید، ایلویم سری مهم با سخت سلامت گردید. چی نیت کدیک باشد نیتاتون برسید. همه وقت همه خیلی خانومی پول کده، همه لنده که خواهر دادر خاله بچه‌مون که همه خیلی فقط خانومی پول کش نداری چون 100 ساله ایلویم هم خیلی شر گردید. Kattadan katta rahmat aytamiz opajon. Ilohim mana shunday shukrona kuningiz yana bir bor muborak bo'lsin deymiz. To'lqinjon tomonidan sizga atalgan chiroyli bir she'riy misralarimiz bor edi, o'qib eshittirib qo'yamiz. Ona bor dunyoda yashash boshqacha. Onaning ta'rifi yu mehri boshqacha. Kirsa hamki hattoki 90-100 yoshgacha ona bor dunyoda yashash boshqacha. Yashaydi onamiz bizlarni o'ylab. Tunu kun Xudodan baxtimiz so'rab, onasiz qolganlar to'ymaydi yig'lab. Ona bor hayotda yashash boshqacha. Odamda martaba, obro'y bo'lsa ham, qo'lida millionlab puli bo'lsa ham, yonida otasi hayot bo'lsa ham, ona bor hayotda yashash boshqacha. Onalar doimo hurmatda bo'lsin. Farzandin baxtini albatta ko'rsin, yetimlik dardini azobi qursin. Ona bor hayotda, albatta onajonimiz bor hayotda yashash boshqacha deymiz. Onajon siz bor hayotda yashash boshqacha, albatta sog' bo'ling, salomat bo'ling, umringiz ziyoda bo'lsin. Qolaversa o'zimizni nomimizdan ham opajonimizni tabriklab qolamiz. Mana shunday fayzli xonadonda albatta video kameramizga qarab ayta olamizki, bizni bu xonadon juda ham qadrli xonadonimiz. Bizni Nasiba xolamizning xonadonlari. Albatta mana shu xonadonlarda doim to'y tomoshalari ko'p bo'lsin. Opalarimiz, akalarimiz, jiyanlarimiz baxtimizga doimo sog' salomat bo'lishsin. Inshaalloh mana shunday yaxshi xursandchilik kunlarida bizlar ham sherik bo'lishlik nasibi ro'z aylasin deymiz. Inshaalloh mana shunday shukrona kunlar muborak bo'lsin yana bir bor. Tabriklaymiz. Sog' bo'ling opajon, baxtimizga. Tabriklaymiz. Albatta mana shunday shukrona kunda opajonimizni, yaqinlarimizni xursand qilmasak bo'lmaydi. Jigarlarim degan qo'shiqlarim bilan barchalaringizni go'zal raqslarga taklif etaman. Marhamat. Sog'inch faqat bolalikka atalganmi, didor esa suratlarga qadalganmi. Inson faqat ishlash uchun yaralganmi, keling bugun ko'rishaylik jigarlarim. Sog'inch faqat bolalikka atalganmi, didor esa suratlarga qadalganmi. Inson faqat ishlash uchun yaralganmi, keling bugun ko'rishaylik jigarlarim.
Barchalaringiz e'tiborlaringiz uchun kattadan katta rahmat aytamiz. Assalomu alaykum. Avvalambor kelganlaringiz uchun rahmat. Juda ham xursand bo'ldim. Baxtli bo'laman bugun. O'g'limni avvalambor shu musofir yurtlarda sog'-salomat yursin. Ishlariga omad tilayman, sog'lik, omonlik tilayman. Hamisha topganlari to'ylariga buyursin Ilohim. O'zi aytganday niyatlariga yetsin o'g'limam. Sizlarga ham kelganlaringiz uchun hammalaringizga rahmat. Ming rahmat aytaman. Rahmat, men